Bir podsho payg'ambarga jahl qildi. Jannat jannat deysan, men o'zim jannat quraman, o'zimni qo'limdan keladi jannat aytishing. Ta'riflab berding jannatni, o'sha jannatni men shu yer yuzida qilaman. O'zimga yarasha kuchim bor meni dedi. Kattadan katta bog'ni tanladi. Unga butun yer yuzidan har xil daraxtlarni, hatto buyruq berdi, zo'rlab sutlarni, maylarni oqizib turishlikka arig'di. Har bir joylariga yoqutlar, endi qanday tavsif bo'lsa butun podshohlik xazinasini shu jannat qilaman deb shunga urishtirdi-da, ertaga jannat ochiladigan kuni otiga minib viqor bilan mana hozir jannatimni hammang ko'rasan, o'zim mana o'sha yerda yashayman deyotganida ozgina qolganda bir odam ot jilovini ushadi, hech kim boshqa odam uni ko'rmayapti. Kimsan, qoch dedi. Azroilman dedi. Jannatingni ko'ra olmaysan. Umring tugadi. Tamomsan. Men shuncha yil qurdirdim, butun xazinamni ishlattirib, bir marta ko'rib keyin jonimni ol, yo'q. Shu otdan yerga tushasan, joning chiqadi. Shuncha xizmatkorlar u bu desin, ot o'zidan o'zi bir sakruvdi, otdan yiqildi, o'ldi, og'zidan qoni kelib. Banda bunaqa podsholar ham ko'p o'tgan. Unaqa odamlar ham ko'p o'tgan, yig'ib, ota-onadan qizg'anib, bolalaridan qizg'anib, qo'shnisidan qizg'anib, okajonim ozroq yordam ber desa, bor yo'qol deb yordam bermay, o'sha topganlari boshiga balo bo'lib, o'zini joniga yetib adoy tamom bo'lganlar qancha. Kimlarda pullari qolib ketib, ular tonvolib bermay ketganlar qancha. Qancha odam g'ururda yurib, oxir xor-zor bo'lib, oyoq ostilarida qolib ketganlari qancha. Qanchasi dini islomga til tegizib, shariatimizni o'zicha masxara qilib, o'zi xor-zor bo'lib masxara bo'lib ketganlar qancha. Alloh bularni bizga nimaga ko'rsatadi bu dunyoda? Alloh hammasini oxiratda bersa bo'lardi azobini. Lekin odamlar agar shu yomonlarga Xudo shu dunyoda ko'rsatib turmasa ham ishonmay qo'yar ekanda oxirat azobiga. Shuning uchun yana ham ishonsin deb oq padari shu dunyoda xor qilar ekan. Haromxo'rni, zulm qilganni ham bir azobga, bir dardga chalintirib, mana bizda farosatli ko'zlarimizni, bir gumroh ko'zlarimiz ochilib, Alloh millionni yig'ib olib berdi-ya, o'zi ham tinchib ketdi-ya, yo'q-a, o'zi ham nima bo'ldi, nima qo'ydi deb buni tushunishimiz kerak ekan. Bo'lmasam, gap pulda bo'lsa, puldorlar qamalmasdi, o'lmasdi. O'shalar boshiga baloni topib olyapti. Bu sizni bizga ibrat. Otani urgan boladan kalta yeyapti. Onani xorlagan bolalardan xor bo'lyapti. Din islomga qarshi chiqqan xor bo'lib qolyapti. Endi qarang, Allohim baribir Alloh deganga beradi. Oxirida bo'lsa ham bir aziz qilib ko'rsatadi. Birovga muhtoj qilmaydi. Namozxonini o'zi saqlab yuradi balolardan. Mana shu namoz ko'p balodan qaytaradi insonlar. Buni biz o'zimiz sezmaymiz. Mana namoz o'qib yurasiz, namoz o'qiganingizdan keyin sayo yurish tashlaysizda. Sayo yurgan tayo yeydi, esingizdan chiqazmang. Sayo yegan, sayo yurgan tayo yeydi. So'yilib ketibdi. Otilib ketibdi. Bir balo joylarga borib tiqilib qopti. Bir joy, nima bording, nima qilding, kim bilan bording, kim bilan salom alaylashding? Kim senga dushman bo'ldi? Bu baloni kelishi, ibodat yo'q, toat yo'q, o'ziga g'urur. Zo'rman deydi, zo'rdan zo'rini chiqazib qo'yaveradi Alloh. Zo'rman deganga, yo'q, men bunaqa zo'ram bor deydi Alloh. U undan ham men ham zo'rman desa, undan ham zo'rini zo'riga duchor qilaveradi Alloh.
Mo'minlarni shunday balolardan Alloh saqlaydi. Saqlaydi. Biz o'zimizcha o'ylaymiz, ha bechorani qiynabdi-da, unday bo'pti-da. Yo'q, u rohatda yuribdi odam. Qayerda bo'lmasin, kim bo'lmasin, Xudo aziz etgan bandasini hamma joyda aziz qiladi. Hamma joyda Alloh bor. Bir bandai mo'minni, bir iymoni mustahkam odamni yerni qa'riga tiqib qo'ysin, Alloh o'sha yerda aziz qiladi. Xo'pmi? Agar umri bo'lsa, rizqi bo'lsa, o'sha yerda ham aziz bo'laveradi. Umr tugasa omonatini oladi, undan ham yaxshi hayot ato qiladi. Bunaqa biz mo'minlar voydatu demaymiz. Hamisha Allohning o'ziga tavakkal. Bu iymon biz